Hozir 3-oy Germaniyada yashayotganimga shu paytgacha bo'lgan kultur shoklar haqida aytib bermoqchiman. Kultur shok bu madaniy yoki ma'naviy deydimi shok hisoblanadi. Ya'ni bizga butunlay begona bo'lgan narsalar va bu narsalar bizni hayratda qoldirgan narsalar. Bulardan biri bu ovqat. Restoranlarga borsangiz, porsiyalarni shunaqa katta berishadiki, bu porsiyalar 2 kishiga yetadi bemalol. Bizda unaqa emas. Ikkinchisi, qishda ba'zi odamlarning shortikda yoki maykada yurishi. Qor yog'yapti ko'chada, juda ham sovuq, paltoda, kurtkada sovqotib ketyapsiz, lekin bir odam kelyapti-da, shortikda yoki futbolkada kelyapti. Bu juda ham hayratlanarli. Bunaqasini O'zbekistonda ko'rmagandim. Keyingisi navbat. Uzun navbatni birinchi marta ko'rishim. Chunki bizada ochliqda tursa, biron narsaga navbatda tursa, hamma birdan to'planib yig'ilib turishadi. Lekin bu yoqda hattoki maktablarda ham, ya'ni kichkina bolachalar ham shu narsaga amal qilar ekan. Bir kuni maktabda qarasam, uzun navbat turibdi. Nimaga ekan desam, bu oshxonaga ekan. Bu narsani ko'p joylarda, masalan, avtobusga, tramvayga chiqmoqchi bo'lsangiz ham, poyezdga farqi yo'q, navbatda turishadi odamlar uzun bo'lib. Lekin bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Bu yaxshi shok hisoblanadi. Keyingisi esa kasal bo'lib qolsangiz ham ishdan bemalol qolishingiz. Masalan, o'zimizda kasal bo'lib qolsam, davlat ishida ishlaganimda ishdan qolish bu juda ham ilojsiz narsa edi. Ya'ni qo'rqardim o'zim ham so'rashga yoki so'rasam ham baribir yo'q degan javobni olardim, shuni bilardim. Lekin bu yerda bemalol ishdan qolar ekan. Haftalab qolasizmi farqi yo'q. Oyligingizga bu narsa ta'sir qilmas ekan. Oyligingiz to'liq ketaverar ekan. Bizda adashmasam, agar kasal bo'lsangiz, uzoqroq ishdan qolsangiz, больничный ochirasiz, unda oyligingiz kam chiqadi, adashmasam shunaqa. O'qituvchilar uchun ayniqsa bu отпускнigam ta'sir qiladi, adashmasam. Agar gapim rost bo'lsa, kommentariyalarda tasdiqlab qoldiring. Oddiy shamollab qolsa ham, tomoq og'rib qolsa ham bemalol ishdan qolar ekan bu yerda.